Eski Beeline chorrahasi, operator, turimiz vokzal, Gorsud, bu tarafimiz travmatologiya. Mana shu Kardinkaning shunday yon boshida mana shu 9 qavatli binoning orqasiga o'tganda 4 xonalik Zolotoy etaj 2-qavatda chiqqan, hozir ichkarini ham obzor qilamiz. Novostroyka 10 qavatlik binoni 9-etajdan uy olgan bo'larmidingiz yoki Starichka 4 qavatlik binoni Zolotoy etaj 2-qavatdan uy olgan bo'larmidingiz? Zo'r taklif. 2-Zolotoy etajdan 4 xonalik 90 kvadratli xonamiz srochniy sotuvga chiqdi. Kattagina zali, men gapni to'g'risi o'zim adashib ketyapman. 2-spalnisi kattalar uchun yotoqxona, polnosenniy 4 xona plus yana bitta xona, 5 xona qilsangiz ham bo'ladi. Mana bu 3-xonasi plus 3 ga 2 balkoni ham bor, detskiy xona qilsangiz ham bo'ladi. O'zim chalqashib adashib ketyapman. Tashqari taraf eshik kiraverish, yana bitta kattagina zal, bunga mana bu yerga polniy shkaf qilsangiz bo'ladi. Konditsioner batareyalari bor. Zolotoy etaj 2-qavatda joylashgan. Razdельный banya tualeti alohida bo'ladi. Eng qizig'i gaz qanday, suv qanday deganlar uchun gaz, suv, svet bu yerda muammosiz. Mana bu kuxni ham juda ham kattagina, uголовкой bemalol o'tirsa bo'ladi. Plus bu yerga ham balkoni bor. Mana shu xonamiz 71 ming, yana sunnatiga muvofiq ozgina savdosi bor, kvadrati esa 90 kvadrat. Kimga qiziq bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqa chiqaverasizlar.